Barchaga xayrli oqshom. Zo'r TV telekanali doimgidek men kimman ayt va niqob ortiga yashiringan yulduzlarni kim ekanligini hakamlar bilan birgalikda topishga chog'langanmiz. Demak, hakamlarimiz bilan tanishib olishingiz mumkin. Serqirra ijodkor, ajoyib aktyor Muhammad Iso Abdulxayrov. Ularning jamoadoshi dizayn guruhi solisti Sadulla Fathullayev janoblari. Va bugun ikki kishiga qarshi bitta o'zi jang qila oladigan alqomat odamning yiriga Javlon Shodvonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Robinson Kruzoga o'xshab qolibsiz. Nima deysiz? Nima bo'ldi? Robinson Kruzoga o'xshab. Orolda o'zingiz tingsan. Nazarimda bor, Iso aka Maribxo'ja o'yin qilyaptilar hozir. Avvalgi dasturlarda niqob ostida kimdir topardi, shu odam kim meni oldimga hakam o'tiradi. Menimcha, nazarimda. Ha, balki Maribxo'ja o'zi kim aybi bilan Masherdagi hakam kim edi? Endi bugun kim bo'lish kerak hakam o'zi? Abdurahmon Mavlonovni siz chaqirdim keladi dedingiz. Abdurahmon. Sabr xabaringiz yo'q, qayerda yuribdi Abdurahmon Mavlonov? Uni aybdori Xitoyda yashaydi. O'sha odamni eshigini yopib TikTok to'xtatdi Abdurahmon keladi. Uni eng qizig'i Amerikaga yopa olmadi. Uying kuygur TikTokda o'ylab topgan odam o'zi zo'r. Chunki zo'r TV, zo'r. Men kimman ayt, ko'rsatma. Xullas, boshqa bir hakam bor edi. Abdurahmon keladi, hech kimga aytma deb telefon qildilar. Xo'p dedik. Va oxir oqibat mana siz aytgandek bitta orolda o'zlari. Nazarimda Abdurahmon chiqib keladi Moskvaga hozir. Ha, bo'lishi ham mumkin. Eng qizig'i. Abdurahmon o'zini ham telefon orqali o'tkazib qo'ysa bo'lmaydimi? Mayli. Hop, o'tgan safar biz aytgan shartlar bajarilganmi? O'tgan safar siz aytgan shartlar bajarilgan, lekin eng qizig'i siz kelmaganingizda shuning uchun Ahad Qayum keldi. Iso akamni ahvolini ancha og'irlashtirib ketdi. Yo'q. Men Ahad Qayumga shaxsan murojaat qilib bir narsani aytmoqchimanki, men boshqa. Yo'q. Mana shu Einsteynni hamcha o'zini paytda tushunishmagan. Hozirgi kunda olim u. Qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz dasturimiz bosh homiysi Trimol savdo belgisi. Boshingiz og'risa, o'zingiz yolg'iz qolganligingizda Javlon akamga o'xshab siqilsangiz, mana shu paytda Trimol sizga yordamga keladi. Boshladik, tayyormisizlar? Demak, birinchi ishtirokchi. Qarshi olamiz, qani ketdik. Abdurahmon Mavlonov.